Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar va kanalimizda ashaddiy muxlislari. Ochiq dala pomidorlarini videolarini chiqarishda davom etamiz. Xo'p, eslaringda bo'lsa, bundan bir 10 kun oldin plyonкani ochish hamda bunaqa ishlar qilamiz deb gapirib o'tgan edik. Shu maslahatlarni berib kelib turgandik. Mana yana bu davomiy ishlar bo'yicha bugun bir yangi video chiqaryapmiz. Videoni ko'ringlar, yoqqan bo'lsa sheringlaringga, yaqinlaringga ulashib, like tugmalarini bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu har bir videoni boshidan ko'rib kelib turganlar yaxshi tushunadi. Yaxshi-ku, endi qo'shilib kanalimizga endi ko'rib turganlar uchun ozgina gapirib o'tamiz. 10-mart sanasida ekilgan. Oradan bir oy o'tib, rosa bir oy o'tib plyonkalar olib tashaldi. Ko'pchilik tushunmaydi, biz dugaga ekkanmiz 10-mart sanasida. O'shaning uchun bir oy salafan ostida turdi hamda ochib tashlab o'sha kuni ozgina ishlarni ko'rsatib o'tdik. Mana endi hozir bundan bari qilinadigan ishlar haqida ozgina ma'lumot beramiz. Mana ko'rib turibsizlar, ochiq dala pomidorlari bugun 21-aprel sanasi. 21-aprel sanasida mana shu holatga keldi. Hozir ba'zi bir mevalarimizda mana mevalar ham ushlab qolgan, ko'rsatib qo'yasiz. Mana shunaqa mevalar ham ko'rinib qolgan mana. Qolganlari gullab, уже birinchi kist, mana ikkinchi kist ketaveradi. Buni taylardagi shoxlarni olganmiz, xabarlaring bor, o'shanda ko'rsatganmiz. Shu shoxlardan keyin mana yana shoxlab, pomidorlarimiz ishlab, mana har bir nimalardan shoxlar chiqarib, gullab yotibdi. Xudo xolasa, parvarishlarimiz yaxshi. Hozir bu tomonimizda qilinadigan ishlarimiz bundan bari asosan sug'orish hamda hasharot hamda har xil vitaminlar bargidan berish bo'ladi xolos. Bu tomonimizda ortiqcha qilinadigan mehnatlar qolmadi. Biz hamma ishni qilib bo'ldik. Mana makkalarimiz qator chiqib yotibdi. Endi bundan bari sug'orish tartiblarimiz qanday bo'ladi? Endi suvni o'sha plyonkalar olib tashlaganimizdan keyin arig'imizni ichini bir 10 santimetr, 7 santimetr atrofida ko'lab, turpoqlarini pushtalarga oldik. Bundan sabab, mana operator ko'rsatasiz hozir. Mana shu arig'imizni nimasi bo'lsa, mana tupimizni oxirgi yerga qadalgan joyi mana shu yerdan mana 20 santimetr, boring 30 santimetr chuqurlikda bo'ldi. Endi biz bundan bari mana shu yerdan suv beramiz xolos. Ko'chatdan 10-15 santimetr pastdan beramiz suvni. Yengil va tez beraveramiz. Sababi suvni qanchalik baland beradigan bo'lsak, pomidorlarimiz juda tez charchaydi. O'z sifatini, baklar holatini o'zgartirib, tezroq kasallikka moyil bo'lib, tezroq kasal bo'lishi mumkin. Hozircha bizda hech qanaqa hasharot yo'q bu pomidorlarimizda. Faqat kutilib turgan hasharot o'sha tuta absoluta qurti. Tuta absoluta qurti haqida juda ko'pchilik dehqonlarimiz biladi. Juda yomon opasniy qurt, ehtiyot bo'lmasangiz bir haftada yeb tugatadi. Xudoga shukr, sinovdan o'tgan kuchli dorilarimiz bor. Biz mana shu Samarqand viloyatida o'tgan yili aloqaga chiqishdi. Aka, bizda pomidor bo'lmaydi, shu qurt yeb qo'yaveradi. Men aytdim, agar xo'p desangiz jo'natib turaman, bir sepib ko'rasiz. Dori jicha qimmatroq, lekin effekti 100% natija beradi deganimdan keyin har olganda 2 million so'mdan oldi. 15 kun, 20 kun ushlab turadi o'sha dorilar. 3 martami 4 martami dorini jo'natdim Samarqand viloyatiga va oxir oqibat aka dedi, sizga rahmat. Mana atrofimdagilarni qurt yeb oldi, boshqa bo'ldi. Menda natija zo'r bo'ldi, zo'r sotdim. Sizga rahmat. Yildan keyin ham hamkorlik qilamiz dedi. Xullas, ana shunaqa. Sizlarda ham muammolar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Yaxshi natijali dorilardan, o'g'itlardan qilib beramiz. Hurmatli bobo dehqonlar, endi bu tomondagi qilinadigan ishlarni gapirib bo'ldik. Endi o'sha har yili qiladigan ozgina qiladigan ishimizni ozgina qilib ketganmiz. Ya'ni yoniga sim suqib, ip tortib, ipga boylash. Hozir shular haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa, kanalni kuzatishda davom eting. Bundan bari qiziq videolar chiqadi.
Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu tomonimizda 6 ta agatimizni mana shu eski usul ko'rib turibsizlar, simni tortganmiz hamda birinchi ipni tortib boshida bog'laganmiz. Hozir navbat ikkinchi simga keldi, ikkinchi ipga keldi. Shu bilan buni ham ish tugaydi. Bo'ylab bo'lganimizdan keyin ish tugaydi. Endi hosildorlikka qanaqa ta'sir qiladi? Mevani sifati yoki yerda yotgan bilan buni mehnati ko'proq, sizlar bilasizlar, ancha mehnati ko'proq. Yerda yotgan bilan buni qaysi tomonlardan farqi bor? Shu narsani sizlarga isbotlab ko'rsatib beramiz bu yil. Shuning uchun u tomonini yerda yotkizib yubordik. Bu tomoni mana ko'rib turganingizdek o'sha iplarni tortib, iplarga hozircha baylanyapti. Shu ipimizni razmerini ko'chat holatiga qarab turib, orada mana shu simlarga baylab olamiz. Baylab olganimizdan keyin ko'chatlar mana yig'ishtirilib, o'zi qanday baylatishda, qaysi shox baylanishini ko'rsatib turadi. Mana operatorimiz. Xullas, mana shu birinchi ipimizni mana shunga tugib olamiz hamda orqa tomonidan rosa qisib qo'ymagan holda bo'shgina qilib shunday qilib baylab qo'yamiz. Mana bu o'zi ushlab qoladi. Mana bu ko'rib turganlaringiz mevalar osiladi, manaka tushadi, ipga ilinib pastga tushib ketmaydi. Bundan keyin misol mana bu shoxlar, bu shoxlarda ham xuddi shu usulda chiroyli qilib oldin shamollarda u yoq bu yoqqa ketib qolmasligi uchun ip to'ziga mana ip qatib qoldi. Endi sekin ehtiyotkorlik bilan shox top kelamiz. Mana shu bo'sh holatda siqib qo'ymasdan mana ikkinchi nimasini qilib qo'yamiz. Bu usulimizda ishi ko'proq, juda mayda ishroq, lekin erinmagan holda biz shu ishlarni qilib o'tyapmiz. Endi operatorimiz mana shu tomonga ham turamiz, bir nimani ko'rsatib qo'yasiz. Hozir hurmatli bobo dehqonlar, mana shu yerda 5 ta agatimizga ham simlar suqilgan, ko'rgan bo'lsangiz, mana pomidorlar ekilgan. Bu qatorlarimizda, har bir qatorimizda 2 xildan, 4 xildan, xullas mana shu tomonda 20 xildan ortiq yangi ochiq dala pomidorlari bor. Bularni ham sizlarga ko'rsatib boramiz. Sinovdan o'tgani qizil, qattiq, palagi baquvvat yaxshi chiqsa, o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar hamda mana shular, mana oddiy misol bittasini olib ko'rsatamiz. Mana 42522 bu raqamlik. Buni nomlari hammasi sinovimizdan o'tgandan keyin qo'yiladi. Agar sinovimizdan o'tmasa, bular biz tomonidan unutiladi. Umuman bu urug'larni biz sotuvga ham, dehqonlarga ham kirgizmaymiz. Hammasi gibrid navlar. Xudo xolasa bular turklar urug'i. Turklarning gapi bo'yicha o'zlari ham may oyida kelishadi. Juda qizil, qattiq hamda suvsizlikka chidamli pomidorlarni berishgan. Endi xudo xolasa mana hozir parvarishlarini qilyapmiz. Bularni ekib qo'ydik xolos, chiroyli qilib chopib, dorilarni berib, mana shu simlarga kelib chiroyli qarab ko'ramiz. Yaxshi natijalarga bersa, sizlar bemalol tanlayverasizlar. Biz shu urug'ni O'zbekistonga kiritish bilan shug'ullanamiz. Mana shu ukamiz bor, Sardorbek degan ukamiz bor, Alfa Agro firmasini rahbari. Mana shu ukamiz tomonidan berilgan urug'lar mana sinovdan o'tyapti. Xudo xolasa sinovlarimizdan o'tgandan keyin albatta sizlarga yaxshi joylardan ko'rsatib, bu haqida ham videolar qilamiz. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu 10 sotik joyimizda u tomoni yerga yotkizilgan holda, bu tomoni simga ilingan hamda bu tomoni ham simga ilinadi. Yangi navlar. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa keyingi videolarimiz bundan da qiziq bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik.